Assalomu alaykum obunachilar. Bugun 25-dekabr Koreyada yangi yil hisoblanadi. Bu kuni hamma zavodlar xo'jayinlari tortlar, har xil narsalar podarka qiladi va dam olish kuni bo'ladi. Bizga ham tort sovg'a qilgan boshlig'imiz, shuni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Tort ichida o'zini pichog'i gugurt cho'pi bo'ladi, shamlarni yoqish uchun. Gugurt cho'plar uvol ketmasin, bir yoqib o'chirib olamiz uni ham. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, grippligim uchun biroz qiynalib sizlarga gapiryapman. Tortimiz ichini kesib yeb ko'ramiz. Ichida qanday bo'lishini, lekin Koreyaning tortlari juda ham mazali bo'ladi. Bu qulupnoyli, o'zi qulupnoyni yaxshi ko'raman. Qulupnoyli narsalarni yaxshi ko'raman. Shu yaxshi ko'rganligim uchun qulupnoyli bo'pti. Ichini ham tekshirib ko'ramiz. Ichi ham biskvitlari yumshoq, tortli qiyomlari bor. Mazali, yoqimli ishtaha, hammaga, musofirlarga omad.